Hammaga xayrli kech. Bugun 11-oktyabr shanba. Xabarlaring bor. Bozor kuni yakshanbaga boshlanardi bozor. Ertaman 3 ta, bugun bir kun oldinga ko'chgan. Shuni hisobidan hozir shomdan oldin boshlangan bozor. Kapshunka so'ragandi ko'pchilik. Mana kapshunkalar 20 mingdan. Mana Podroskoy brija so'raganlar bor edi. Podroskoy brijalar. Bu narxi nech pul edi aka? Podroskoylarni? 17 ming Podroskoy. Podroskoylar 17 ming so'm. 17 ming so'm ekan. Pachkada 3 ta razmer. Bular katta razmer. Bular 30 ming adashmasam. Nech pul edi opa bunlar? 23 ming so'm. Nachos. Xitoy nachos material. Mana yana bu safar ham aytaman, bu ishlar o'zimning ishlarim. Buni bozorda 18 ming sotaman. Lekin o'zimni podpischiklarim uchun buni pachkaga 15 ming so'm qilib beraman. Zakazga yuk yig'ib beraverasizmi yoki usluga qancha deganlar uchun yuk yig'ib beraveraman. Hozircha bez usluga olmayman yig'ib bergan yukimdan. Chunki hozir menga kommentariya, like, podpiska tashlaganlar uchun bemalol buyurtma beraverasizlar. Telegram gruppada ham narxlarim tushyapti hamma narsa. Aka, bu palasalar nech pul edi? 12 ming. Ranglari bor. 12 ming so'm. 5 xil rasvetkasi bor, 2 ta razmer. Necha yosh? 4 yosh, 6 yosh. Vayenniy kerak bo'lsa, bog'cha bolalarga vayenniylarimiz ham bor. Vayenniy nech pul edi? 40 ming so'm. Vayenniy. 4 yosh, 6 yosh. Limpopo brendidagi ko'ylakchalar. Bular narxi nech pul edi aka? 28 ming so'm. 28 ming so'm. Zolishga 30 ming so'm. 30 ming. 28, 30, 35 ming so'm xalatchali 35 ming variant. so'm. Xalatchaligi. Velvetlar 45 ming so'm. 7 xil rang. Bomba. Kachista va shodor. 7 xil rangi bor ekan. Bular kamizonlar 30 ming so'm. Bular vishkali 32 ming so'm. Ranglari bor ekan o'g'il bolaga, qiz bolaga. Hammaga yaxshi kayfiyat. Like bosishni esdan chiqarmanglar. Tirs.